Bir lagani 500-600 ming so'mga baholanayotgan ushbu chakchakka men sizlarga 6 tagina tuxumdan hamma sirlari bilan qanaqa tayyorlashni ko'rsatib beraman. Bo'lsin, obunachilarimga bo'lsin deyman deb like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Hozirda trendda bo'lgan ushbu shohona chakchak uchun 6 ta tuxum oqiga bir chimdim tuz va ichimlik sodasidan solib oppoq bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Tuxum sarig'ini oz-ozdan solib ko'pirtirishda davom etamiz. Endi sifatli oliy nav admiral unlaridan oz-ozdan solamiz. Hammasini birato'la sovormaylik. Xamirimiz qattiq bo'lib qolmasligi kerak. Yumshoqqina qo'lga yopishadigan xamir bo'ladi. Uni ozgina yog'lab olib, salofanga o'rab dam oldirishga qoldiramiz. Dam olgan xamirlarimizni 70-75 sm kattalikda yoyib olamiz. Xamirni yarmiga o'simlik yog'idan surtib, ustini yopib, 3,5 ga 4,5 sm xamirlar kesib olib, 15 daqiqa xamirlarimiz orqa oldini quritib olamiz. Qizib, qovuradan tushgan yog'imizda pastroq olovda 5 daqiqa davomida tillarang tusga kirguncha pishirib olamiz. Chakchagimiz bezagi uchun bir dona tuxumdan, unda droji solmasdan ozgina tuz solib xamir tayyorlab olamiz. Retseptni to'liq yozib qoldiraman. Undan barg shakllarni yasab, ozgina yog' surtib, ustini yopib, ingichkaroq qilib chetlarini kesib olamiz. Masal qalinroq kesib qo'yma, shunga qalinroq chiqdi, sizlar yupqaroq kesinglar. Bezagini ham o'simlik yog'ida pishirib olib, salfetkaga olamiz. Endi chakchaklarimizni o'xshab chiqqanlarini alohida terib olib, qolganlarini ustidan sirop quyib, avval panisga, keyingi bo'lsa laganga solamiz. Shunda siropi laganga oqib qolmaydi. O'xshab chiqqanlarni qiyomga botirib, chetidan taxlab chiqamiz. Bezaklariga ham ustidan sirop quyib taxlab olamiz. Endi qolgan qiyomimizni gazga qo'yib eritib olib, chakchakimiz yaltirab chiqish uchun ustidan surib chiqamiz. Qiyom tayyorlash jarayonini keyingi retseptda to'liq qoldiraman. Chakchakimiz tayyor, videoni yaqinlarga jo'natib qo'yamiz.